Ba'zida Alloh taolo bandasini ikrom qilib, solih tushlarni berib qo'yadi. Ya'ni kechqurun ko'rgan narsasi o'ngida sodir bo'ladigan bo'ladi. Bunaqa tushni tafsir qilishning hojati yo'q. Kecha ko'rganingiz tushingizda bugun shunday sodir bo'lib turibdi. Agar Alloh taolo bir bandaga bir narsani bildirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bildirib qo'yadi. Yoki biror bir narsadan ogohlantirmoqchi bo'lsa, ikrom qilib tushida bir bu narsani alomatini berib qo'yadi. Demak, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga solih tushlarni beradi. Tush ba'zida birodarlar bashorat bo'ladi, xursandchilik olib keladigan. Tush ba'zida ogohlantirishlik bo'ladi, bir musibatni kelishidan avval. Payg'ambarimiz ko'rgan tushlarini aytib berardi Hadija onamizga. Hadija onamiz payg'ambarimiz ko'ngliga taskin berardi. Yaxshi tush ko'rsanglar, solih odamlarga aytinglar deyiladi. Yomon tush ko'rsanglar, hech kimga aytmanglar, chop tomonlariga 3 marta tupurib qo'yinglar. Alloh taologa inson qanchalik qattiq bog'lanar ekan, qalbi shunchalik poklanadi. Birodarlar, sarmoya degan so'z bor. Inson bolasiga berilgan eng katta sarmoya nima? Pokiza qalb.